Og'ayni xormen. Uzoqdan kuzatib kelyapman. Xuddi butun dunyoni tashqisizdek siqilyapsiz, tinchlikmi? Ya qo'yaver, o'tiring bir dardimga sherik bo'lingchi. Nima bo'ldi? Buncha siqilyapsiz. Qatga borsam ish yurishmayapti. Qatga ishga kirsam haydalib ketyapman-da. Nimaga? Magazinga ishga kirdim. Keling. Bu qancha aka ko'ringchi? Nechpul? 10 ming aka. Asini ta'kidlab bering menga. Bo'ldi aka. Mana. Ye? Ertadan ham haydalib ketdim. Ustaxonaga ishga kirdim. Shogird mashina aqlab qo'ygan. Bo'ldi aka, hozir. Ertadan ham haydalib ketdim. Yana bitta tanish do'konda ish bor dedi. Aka tuxumingiz qancha? Tuxum sotilmaydi aka. Ertadan ham haydalib ketdim. Og'ayni shunga ham erkak ishsiz qilib o'tirasizmi? Mani o'zimda choyxonam bor. Ketdik bo'lmasa shu yerga ishga olaman. Yaxshi bo'lardi, qani yuringchi aka. Shogird so'riga ikkita yangi odam ketdi. Borib shularga qarab oringchi. Bo'ldi. Akalar xush kelibsizlar. Nima yurasiz? Banja baliq. Hop. Sanga Aka shashliklar qanaqalari bu? Qiyma, to'rg'ama, qanot, file bor. Tovuq ham bormi? Bor aka, sizga tovuq olib kelaymi? Menga bitta tovuq. Hop aka. Sizga baliq tayyor bo'ldi. rahmat. Men siz tovuqni olib kelaman aka. Yo'q, bismillah. Qani tovuq bo'lsa tovuqda. Aka mana tovuqingiz. Aqlayman men tovuqingizni. Tovuq dedingiz-ku? Og'ayni, sizda bekorga hamma joydan ishlar haydab olmagan ekan. Bu nima ahvol? Qani? Tuyog'ingizni chiqillating bu yerdan. Juda bo'lib